O'zbekiston islom olamidagi buyuk shaxs, ilm va zakovat sohasida o'z o'rniga ega bo'lgan inson Ibrohimjon domla Qo'qondiy haqida so'zlab beramiz. Qalblariga shunday hammasini ilmini solib faqat ismini emas, undagi bo'layotgan har xil xususiyatlargacha hammasini biladigan bo'ldilar. Ibrohimjon domla nafaqat Qo'qon shahrida, balki butun O'zbekiston, hatto Markaziy Osiyo islom olamida katta hurmat va e'tiborga sazovor olimlardan edilar. U kishi o'zbekistonlik bo'lgan ko'plab ahli ilmlarning ustozi, buyuk ta'limotchi bo'lganlar. Ko'proq, kattaroq kitoblar o'sha kishida o'qiganmiz. Kuchliroq kitoblarda Ibrohimjon domlada o'qiganmiz. Biz ustoz o'qishdik. Qo'qon ahlining faxri bo'lgan, vodiy ahlining faxri bo'lgan, Yorqinjon ustozimning ustozlari bo'lgan, bizga ham ustozimiz bo'lgan zot edilar. Domla Hindistonning hazratlarining eng ishongan shogirdlaridan biri sifatida u kishining "Siz borsiz, mening ko'nglim to'q" degan so'zlari bilan qadrlagan ekanlar. Domla Hindistoniy rahmatulloh alayhi zotning eng peshqadam shogirdlaridan, ilmda, zakovatda eng peshqadam zotlardan edilar. Ibrohimjon domla domla Hindistonning eng ishongan shogirdlari. Domla aytgan ekanlar Hindistonda. Men o'sha tomonda ishongan Ibrohimjon degan ekanlar. Siz borsiz ko'nglim to'q degan ekanlar. Demak, Ibrohimjon domlaga Hindiston domla shunaqa ijozat berganlar. Ibrohimjon domla o'zining ilmga bo'lgan muhabbati va sadoqati bilan ajralib turar edilar. Shunaqangi yillar o'tib bo'lganki, o'zlari aytadi, agar olgan darsi bilimda o'qiganimda men tengim bo'lmasdim. Shu darajada bitta o'qiganimda yod bo'lganda, shu darajada bo'lgan. Shuningdek, mashhur olimlardan biri Yorqinjon domlaning ham ustozlari bo'lganlar. Bu Yorqinjonni yoshlik paytlarida Ahmadxon domla menga ro'para qilganlar. Bu kishi aytdilarki, o'zi past darslarda o'qiydi, ishtibon bordi, katta kitoblarni ko'tarib chiqadi. Mani qiynab qo'yapti, sizga berib yuborsam shu yigitni dedi. Shunaqangi bir Alloh bir zehnni ham bergandi, yaxshi ilmni ham berdi-yu, endi hikmatini o'zi bilar ekan. Ibrohimjon domla ustozlari domla Hindistoniy hazratlari singari so'z bilan emas, amal bilan ilmni o'rgatishni afzal ko'rar edilar. U kishi nafaqat ilmiy, balki ma'naviy jihatdan ham O'rta Osiyodagi eng peshqadam olimlardan biri bo'lganlar. Katta olimlar kiradilar hozir. Yoshlari ham katta, demak, ilmlari ham katta. Shaxsan men O'zbekistonimizda, O'rta Osiyoda ilmda o'qishidan ustun, ilm, zehn, zakovatda o'qishidan ustun bo'lgan insonni bilmas edim. Dunyo sal kunda o'tib ketadi. Mana kechagina tug'ilib yosh bola bo'lib, yugurib yuruvdik ko'cha changitib. Mana bugun u 65 ga borib qolibmiz. Hamma ham shunaqangi. Bir qarasangiz 60-70 ga borib qolasiz. 60-70 ketmish bo'lib turibdi-da. Ibrohimjon domla Qo'qon